Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu ijtimoiy taratqu va ruhiy sog'lomlik degan temada o'zimningki o'ylaganlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Endi shu xalqimizningki beshiq kelayotgan zulmningki kun sayin ish berishi, qarindoshlarningki vatandagi urug' tuqqanlar bilan aloqalanmasligi va boshqa nurg'un sabablar tufaylidan muhojiratdagi xalqimizningki ruhiy sog'lomlik jihatda nihoyatda cho'ng o'zgarishlar bo'lyapti. Men bu to'g'risida burun ko'p qitim har xil sabablar va har xil temalarni asos qilgan holda ko'plagan leksiyalar so'zlab o'tgan edim. Men bugun asosligi shu ijtimoiy taratqu va bizningki ruhiy sog'lomligimiz to'g'risida to'xtalmoqchi. Hamda ijtimoiy taratqu dunyoga kelgandan buyon hammamizningki hayotida nurg'un o'zgarishlarni paydo qildi. Bu o'zgarishlar hem ijobiy tarafdan hem salbiy tarafdan ko'rishga bo'ldi. Salbiy taraf degan vaqtimizda hamda shu bizningki insonlarningki ruhiy sog'lomligiga qandaq ta'sir ko'rsatganligi ustida o'zimning o'ylaganlarini o'tirib qo'yib o'tmoqchi. Hamda hammamizningki bu masaladan o'xshamagan farqli qarashlar bo'lishi mumkin. Bu tamamen normal. Mening qarshimda ijtimoiy taratqularningki tövendikidek bir necha tarafdagi sabablar tufaylidan uningki bizga ko'plagan salbiy ta'sirlari bo'libmi, bizningki ruhiy sog'lomligimizga bo'lgan salbiy ta'siri ig'ir bo'lmoqda. Ularning birinchisi shu soxta uchurlar, ya'ni an'anaviy medialarda berilgan uchurlar belgilik elgakdan o'tgan, ya'ni belgilik kontrol qilish, tasdiqlash jarayonini boshdan o'tkazgan bir uchurlar bo'lganligi uchun uningda salbiy narsalar uncha ko'p emas edi. Hozir hamda bu ijtimoiy taratqular dunyoga kelgandan keyin bu hamma odam so'z erkinligi degan munosabat bilan hamma odam o'zlarini aytib cho'ng yozuvchilar, adiblar, shoirlar bo'lib ketganligi uchun ularningki e'lon qilgan narsalarda hech qanday bir tasdiqlash, ko'zni ko'chirish bo'lmaganligi uchun bu yerda sifat jihatda nihoyatda ig'ir masala bor. Andan keyin bu uchurniki ko'pligi, andan keyin shu ijtimoiy tarafdorlar qo'llanayotgan algoritm sababidan ma'lum odam ma'lum temadagi narsani qiziqsa bu kuniga ko'z oldiga chiqargan narsalar shu xil turdagi narsalar bo'lganligi uchun ko'p insonlarniki uchur betaraflamiligi, ya'ni faqat o'zining qiziqishiga qarab kelsa oldiga shu xildagi uchurlar ko'plab chiqqanligi uchun u kishilarga nisbatan dunyo hozir mushu iqimda o'xshaydi degan ta'sirotni berishi mumkin. Bularningki ko'p qismi, bu xil uchurlarning ko'p qismi hech qanday elgakdan o'tmagan, rost yolg'onligi aniq bo'lmagan uchurlar bo'lsa-mu, ammo ijtimoiy taratqularda ko'z oldimizga kunda shu xil uchurlar ko'p ko'rinaverganligi uchun bizda bu rost o'xshaydi deb deydigan bir tuyg'u paydo qildi. Buningki bizningki kundalik turmushimizga va ruhiy sog'lomligimizga nihoyat ig'ir salbiy ta'sirlari bor. Buningki sababi nima degan vaqtida bu yerda ko'rayotgan uchurlardagi shu salbiy taraflar, ya'ni dunyoniki naqadar adolatsizligi, dunyoning pul uchun hammani sotadiganligidek bir xil
salbiy uchurlar ko'p bo'lganligi uchun biz uningga bir ishonishimiz va dunyoga o'chmanlik ko'zimiz bilan g'azab nafrat bilan qaraydigan bo'lishimiz, ya'ni ko'rayotgan uchurlarga asosan o'zimizningki yo'liqqan ba'zi adolatsizliklarniki nayti keng va ig'ir ekanligiga ishonib ümidsizlik paydo bo'lgan ishlar bo'ldi. Bu shu uchurlarniki yolg'on va salbiy uchurlarning ko'p bo'lishi din kelib chiqqan bizningki ro'y sog'lomlikqa bo'lgan ta'siri. Yana birisi bu uchurlar ziyoda ko'p bo'lganligi uchun qaysining rost, qaysining yolg'on ekanligini bilish qiyin bo'lganligi uchun biz uningdan shu nayti sagaklik bilan o'zimizniki aql parastimizni ishiltib tafakkur qilib bu uchurlarga bir xil hushyorlik bilan muomala qilmagan vaqtida uningki shu uchurlarning xato uchurlarniki aldam xaltasiga tushib ziyon tortib oxirisida hech nimaga ishonmaydigan, ya'ni o'zimizningki ishonchlik tuyg'usining ig'ir zarbiga uchrashiga sabab bo'lishi mumkin. Bu ishonchsizlikmi odamni dunyoga shunday yomon ko'zi bilan qaraydigan yoki gumon ko'zi bilan qaraydigan qilib qo'ydi. Hozir shu qarindoshlarning ko'rayotgan o'zaro gumon, bir-biriga ishonmaydigan shu xarakterlarniki sabablarining birisimi shuni deb qarashga bo'ldi. Anandan keyin uchinchisi shu yuqorida men deb o'tgandagidek hamma odamlar nihoyat usti yozuvchi bo'lib ketganligi, o'zining so'z erkinligini bana qilib turib shu og'ziga kelganini so'zlaydigan, odam tillaydigan, azroq ko'ngliga yoqmagan insonlar bo'lsa, uningga shaxsiy jihatdan hujum qiladigan shunday ahvollar ijtimoiy taratqularni vosita qilib keng tarqalganligi uchun bizniki xalqimizniki men bilgan Uyg'urlar mushundaqmidi deydigan bir xil ta'siriga ega bo'lishiga sabab bo'ldi. Ya'ni bizningki shu o'zimizningki millatdan faxrlanish tuyg'umiz agarda bizda shu nayti izil olijanob olim bilimlik xalqimizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan insonlar ko'p bo'lgan vaqtimizda bizning millatdan faxrlanish tuyg'umiz yuqorilaydigan gap, shu kunda adam tillaydigan, shu bir-biriga haqorat qiladigan yomon taraflardan insonlar ko'p bo'lgan vaqtida biz millatdan saskindigan yoki buningdan og'rinib jamoatdan o'zini ilib qochadigan ahvollar yuz berishi mumkin. Chunki biz inson bo'lganligimiz uchun hammamizningki hissiyoti bor. Hissiyotimiz qiyin xatarga yoki zarbaga uchragan vaqtida bizda cho'qim bir ma'yuslanish bo'ladi. Bu xil ma'yuslanish oxirisida bizningki ro'y sog'lomligimizga ig'ir salbiy ta'sir elib keladigan gap. Ondan başqa anandan keyin shu yaxshi uchurlarniki keng tarqalmasligi yoki ko'rilganlarniki nihoyat oz bo'lishi, anandan keyin shu yomon uchurlarniki bo'lib bak suiqasd nazariyasiga tayinib yasab chiqqan shu yolg'on uchurlarniki siz tarqalishi ko'p odamlarning ko'rishimi bizdagi tafakkurimizga, bizning tafakkurimizga salbiy ta'sir ko'rsatib, hamma narsani shu suiqasd nazariyasi bo'yicha o'ylaydigan qilib qo'yishi mumkin. Bumi oxirida bizningki shu dunyoga gumon bilan qaraydigan, hech nimaga ishonmaydigan shunday bir xarakterimizni keltirib chiqirdi. Bular hamda hozir shu mening kuzatganlarimga asosan shu ijtimoiy taratqularningki bizning ro'y sog'lomligimizga ko'rsatgan ko'p uchraydigan salbiy ta'sirlari albatta
Bundan başqa yəni köplügən səlbi təsirlərin buluşu mümkün. Amma bunu bir-birləb sözləb gəlsək, konkret sözləsək nəyətə köp vaxtımız ketidi. Axırda mən təkləb ötüdüğünüm bunda digərlik ərgizmə ictimai taratqularınki ərgiz mındaq nimisi icabi tərəfi yox digərlik emas. Onunki nurgulluğan icabi tərəfləri var. Bizninki vətəndəki bolğan zulümni anlatışda, davanı anlatışda mı nəyətə çoğ rol oynayan dep qaraşqı buldu. Məsələ bu yerdə bizninki ictimai taratqulardan qandaq paylanışımız, nimenin rast, nimenin yalğan, qaysı uçurlarınki bizge paydası var, qaysı uçurlarının bizge ziyni var, bularını tonup yetiş nəyətə mühim. Əgər biz bunu tonup yetmey, şu vaxtimizni şu adam tillığan yoki şu suiqasd nazariyasi bilan birleri yasap çıqqan uçurlarını köp görüversek, bizninki ruhi sağlamlığımızga, bütün hayatımızga selbi təsir göstərdiğən gap. Əgər ularning işidən ama şu özümüzge paydalı bir narsa ügüney vatanning ahvolidan to'g'ri xabar topay degandagidek shunday uchurlarga markazlashsak, andan keyin bu ijtimoiy taratqularni ko'z oldimizga paydo bo'lgan chiqadigan uchurlar shuni asos qildi. Biz agarda salbiy narsalarni ko'p ko'raversak, bu ijtimoiy taraflardan ko'z oldimizga keladigan narsa dal hemen yuqorida deb o'tgandek salbiy uchurlar ko'p bo'ladi. Bu uchurlarni ko'p ko'ravergandan keyin men yuqori degandagidek xuddi dunyo mushu salbiylik bilan to'lib toshqandagidek ashtaq bir tuyg'u hosil qiladigan gap. Agar biz yaxshi uchurlarni, pozitiv energiya beradigan uchurlarni ko'p ko'rsak, andan keyin dunyoga boshqacha ko'z bilan qaraydigan bo'lamiz. Ya'ni dunyoda bunday yaxshi ishlar bo'layotibdi degan yakunga kelamiz va dunyoga pozitiv qaraydigan. Bu bizniki umidlanishimizni, umidlik bo'lishimizga nayta foydali. Ya'ni biz dunyoda yaxshi insonlarning borligiga, yaxshi ishlarning barligiga ishonsak, vaqtida bizmi dunyoga bir pozitiv aktiv energiya bilan qaraydigan bo'lamiz. Ishonchimizmi hamma narsadan gumonlanavermaymiz. Ishonchimizmi oshidu. Natijada bizniki ruhiy sog'lomligimiz jihatimi nayta foydali bir ishlar yuz berdi. Bo'lmay qolib qolsa, biz hamma narsani shu salbiy tarafdan, negativ tarafdan, pasiv tarafdan o'ylayversak, oxirida bizniki ruhiy kayfiyatimizda ig'ir bir pasivlik, tushkunlik, umidsizlik kelib chiqadigan gap. Bugungi so'zimni mishada oxirlashtirmoqchi. Oxirida hammamizniki shu ijtimoiy taratqulardan unumlik foydalanishimizni, o ko'ga uchurlarning hammasiga ishinib yurmay, aqlimizni ishlatib tafakkur qilib, ularning ishidan o'zimizga foydalarni qabul qilishimiz, foydasiz ziyonliqlarni axlatga tashlab o'tishimizni umid qilma. Alloh hammamizga aql farosat bersin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.